Iqtiboslar. Sendan o'z maqsadlari yo'lida foydalanmoqchi bo'lganlardan uzoq yur. O'chayotgan yulduzga tilak tilashdan ne naf? Axir sen shu yulduzni yaratgan zotga ibodat qilishing mumkin-ku. O'zingni hammaga ishongandek tut, lekin hech kimga ishonma. Atrofdagilarni hurmat qil va o'zingga nisbatan ham shunday hurmat talab qil. Yaxshi inson bo'l, lekin buni isbotlash uchun vaqt sarflama. Vaqt bu pul emas, undan-da qimmatliroq narsadir. Hayotni sev, har doim uni yaxshilash harakatida bo'l. Agar yig'laging kelsa, yig'la. Bu dardni ichingga yutishdan ko'ra yaxshiroq. Hammaga yoqishga harakat qilma. Buning iloji yo'q. Keragi ham yo'q. Agar bugun yurishni boshlamasang, ertaga yugurishingga to'g'ri keladi. Sen sevadigan inson bilan bo'lganing yaxshi, lekin seni sevadigan inson bilan bo'lishing muhim. Pul to'plashni birinchi maoshingdan boshla. Nodon bilan bahslashish uchun vaqt sarflama va g'iybat qilishdek past ishni o'zingga ep ko'rma. Hech kimdan xafa bo'lma. Shunchaki o'zing uchun xulosa chiqazib ol. G'alabalar davrida o'zingni kamtar tut. Mag'lubiyatlarni esa sharaf bilan kutib ol. Eng yaxshi kiyimlaringni bugun kiy. Yoqtirgan taomingni bugun tayyorla. Aytmoqchi bo'lgan gaplaringni bugun ayt. Qulay vaqt kelishini kutma. U hech qachon kelmaydi. Sendan o'z maqsadlari yo'lida foydalanmoqchi bo'lganlardan uzoq yur. Hamma uxlayotganida sen izlan. Hamma dam olayotganda sen ishla. Hamma yig'layotganda sen orzu qil. Va sen yutish imkonsiz bo'lgan joyda ham yutasan. Hayotni murakkablashtirma. Kuchli insonlar doim oddiydirlar. Kichik narsaga ham xursand bo'lishni va katta talofatdan ham xafa bo'lmaslikni o'rgan. Chunki vaziyat qanchalik yaxshi yoki yomon bo'lmasin, u baribir o'zgaradi. O'zingni va hayotingni boshqalar bilan taqqoslama. Aks holda hech qachon baxtli bo'la olmaysan. Qur'onga ko'zing bilan boqsang, yozuvni ko'rasan. Aqling bilan boqsang, ilmni ko'rasan. Qalbing bilan boqsang, ishqni ko'rasan. Ruhing bilan boqsang, Robbingni ko'rasan. Kimdandir faxrlanish kerak bo'lsa, bu inson o'zimman. Aniq eslayman. Ichimda butun bir dunyo qulayotgan mahalda men tabassum bilan buni hech kimga sezdirmaganman.
Muhabbat borligini isbotlaydigan yagona narsa bu amallardir. So'zlarga kelsak, hozir hamma faylasuf bo'lib ketgan. Qur'on qalblarning bahori. Zero Qur'on bo'lmasa, qalblar zulmatda qolur. Bir choy kabi bo'ling. Ichganda huzur bag'ishlaydigan, sovigan qalblarga iliqlik olib kiradigan. Sajda ko'rgan peshona sho'r bo'lmaydi. Juft tanlamoq kitob tanlashga o'xshaydi. Bejra muqova diqqatingizni tortishi mumkin, ammo sahifalarda mazmun bo'lmasa, oxirigacha o'qiy olmaysiz. Tong juda go'zal, qachonki bomdod namozi bilan boshlansa. Allohdan keladigan har bir xayrni kuting. U kechkishi mumkin, ammo juda go'zal bo'ladi. Sokinlik bu sajdada topilgan tinchlikdir. Ba'zi og'riqlar bor. Ularga tabib emas, Nabaviydagi bir sajda kifoya. Ba'zan yo'q joydan sabablar topib, baxtli bo'lishga harakat qilamiz. Ba'zida esa sabablar bisyor bo'lsa ham qalbimizga sig'igisi kelmay turadi. Butun dunyo oy bilan ovvora bo'lganda, mitti yulduzga qarab kulgan men edim.